Sharq yangi urush ostonasida turibdi. AQSh va Isroil amaldorlariga yaqin manbalarning xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar 21-fevral kuniyoq Eronga zarba berishi mumkin. Ashes nashri urush ehtimolini 90% deya baholamoqda. Nashr manbalariga ko'ra, Eronga qarshi ehtimoliy harbiy amaliyot AQSh va Isroil ishtirokidagi bir necha haftalik kampaniya shaklida bo'lishi kutilmoqda. O'z navbatida Eron ham AQSh bilan muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlansa, ehtimoliy harbiy mojaroga tayyorgarlik ko'rish maqsadida kuchlarni safarbar qilmoqda, yadroviy obyektlarini mustahkamlamoqda va ichki norozilik namoyishlarini bostirmoqda. Keyingi voqealar rivoji qanday tus oladi? Bugungi videoda shu haqida gaplashamiz. Kanalga obuna bo'ling. Video yoqsa, like tugmachasini bosing va o'z fikrlaringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Shu kunlarda Tramp ma'muriyati Yaqin Sharqda harbiy ishtirokini sezilarli darajada kuchaytirdi. So'nggi kunlarda Qo'shma Shtatlarning 50 dan ortiq qiruvchi samolyoti Yaqin Sharqqa joylashtirilgani aniqlangandi. Avvalroq esa AQSh Yaqin Sharq mintaqasida USS Abraham Lincoln aviatashuvchisi boshchiligidagi zarba guruhini joylashtirgani aytilgandi. Shuningdek, Washington mintaqada THAAD raketaga qarshi mudofaa tizimi batareyalarini joylashtirgan. Bundan tashqari, New York Times nashrining xabar berishicha, Washington USS Gerald Ford aviatashuvchi boshchiligidagi zarba guruhini Karib dengizidan Yaqin Sharq mintaqasiga yo'naltirgan. Agar Eronga hujum amalga oshirilsa, Qo'shma Shtatlarning Jorj Bush ma'muriyati davridagi Iroqqa qarshi urush va undan keyingi ssenariylar takrorlanishi mumkin. Eron rejimi qo'llagan taqdirda ham mintaqa bo'ylab turli proksi guruhlarning avj olishi, mamlakatning o'zi esa nihoyasi yo'q tartibsizliklar va hatto fuqarolik urushiga g'arq bo'lishi ehtimoli mavjud. Eron juda katta va muhim strategik obyekt. Mintaqadagi Rossiya va Xitoy kabi yirik o'yinchilar Eronni G'arb koalitsiyasiga osonlikcha berib qo'ymasligi taxmin qilinmoqda. Mamlakat o'z atrofidagi kuchlar uchun jang maydoniga aylanishi mutlaqo real xavf bo'lib, Eronning qo'shni davlatlari, jumladan Qatar va Saudiya Arabistoni uchun asosiy xavotir manbalaridan biri hisoblanadi. Yaqin Sharqning katta qismi shubhasiz Islom Respublikasining qulashini istaydi. Biroq aholisi 93 million nafar bo'lgan Yaqin Sharqdagi eng yirik davlatning tartibsizlikka yuz tutishi, gumanitar inqiroz va keng ko'lamli qochqinlar oqimini keltirib chiqarishi hech kimning manfaatiga mos kelmaydi. Bugungi kundagi eng katta xavf shundaki, AQSh prezidenti Eron chegaralari yaqinida shunchalik katta harbiy kuch to'plangani ortidan harakat qilishga majburman degan xulosaga kelishi mumkin. Aks holda u siyosiy nufuzini yo'qotish xavfiga duch keladi. Bunday sharoitda urush aniq belgilangan strategik maqsadsiz boshlanishi, oqibatlari esa bashorat qilib bo'lmaydigan va o'ta vayronakor tus olishi mumkin. Bu voqealar fonida ancha mo'tadil prognozlar ham yo'q emas. AQSh Eron ma'muriyatini qulatishi mumkin bo'lgan asosiy manbalarga qaqshatqich zarbalar yo'llaydi. Allaqachon zaiflashgan rejim ag'dariladi. Ma'lum vaqt o'tib, Eron yana xalqaro hamjamiyatning to'liq a'zosiga aylanishi mumkin bo'lgan demokratiyaga o'tish jarayoni yuz beradi. Bu esa nihoyatda optimistik ssenariy hisoblanadi. G'arbning Iroq va Liviyadagi harbiy aralashuvi demokratiyaga bosqichma-bosqich va barqaror o'tishni ta'minlamadi. Har ikki holatda ham diktaturalar ag'darilgan bo'lsa-da, buning ortidan yillab davom etgan tartibsizlik va qonli to'qnashuvlar kuzatildi. 2024-yilda G'arb harbiy qo'llovisiz amalga oshirilgan inqilob orqali prezident Bashar Asadni hokimiyatdan chetlatgan Suriya esa hozircha oqibatlar bilan nisbatan yaxshiroq kurashayotgandek ko'rinmoqda. Umuman olganda bu ssenariyni Venesuela modeli deb atash mumkin. AQSh tomonidan tezkor va keskin choralar ko'rilgach, rejim hokimiyatni saqlab qoladi, biroq siyosatini yumshatishga majbur bo'ladi. Bu Islom Respublikasi rejimining saqlanib qolishini anglatadi. Shu bilan birga, Yaqin Sharq bo'ylab qurolli guruhlarga berilayotgan qo'llovlar qisqartirilishi yoki tamomila tugatilishi lozim bo'ladi. Bundan tashqari, rejim ichki yadroviy va ballistik raketa dasturlarini to'xtatishi yoki jiddiy cheklashi, mamlakat ichidagi norozilik namoyishlarini kuch bilan bostirish amaliyotini yumshatishga to'g'ri keladi. Biroq bu ssenariyning ham ehtimoli past. Sababi Islom Respublikasi rahbariyati 47 yil davomida har qanday o'zgarishlarga qat'iy qarshilik ko'rsatib keldi va hozirgi sharoitda siyosiy yo'nalishni o'zgartirish imkoniyatiga ega emaslik ko'rinmoqda.
Eron AQSh tomonidan har qanday hujumga javob qaytarishini bildirib keladi. Mamlakat ballistik raketalar va uchuvchisiz qurilmalardan iborat arsenalni ishga solgan holda Qo'shma Shtatlarga javob zarbasi berish imkoniyatiga ega. Fors ko'rfazi bo'ylab, Arabiston yarim oroli sohillarida, xususan Bahrayn va Qatarda AQSh harbiy bazalari va obyektlari joylashgan. Shu bilan birga, Eron istasa AQSh hujumiga sherik deb hisoblagan har qanday davlatning muhim infratuzilmasiga zarbalar berishi mumkin. Misol uchun, Iordaniya shular jumlasiga kiradi. 2019-yilda Iroqdagi Eron qo'llovi ostidagi guruhlar tomonidan Saudi Aramco neft-kimyo obyektlariga qarshi amalga oshirilgan vayronakor raketa dron hujumlari Saudiya Arabistoni Eron raketalari oldida qanchalik zaif ekanini ko'rsatgan edi. Shu sababli Fors ko'rfazidagi AQSh ittifoqchilari hisoblangan arab davlatlarining barchasi hozirda jiddiy xavotirda. Ular Washington tomonidan boshlanishi mumkin bo'lgan har qanday harbiy harakatlar o'zlariga qarshi zarbalar bilan tugashi mumkinligidan hayiqmoqdalar. Shuningdek, ehtimoliy ssenariylar orasida urushda Eronning g'alaba qozonishi, Islom Respublikasining kuchli zarbalari oqibatida AQSh harbiy aviatashuvchisi dengizga g'arq bo'lishi yoki mamlakatdagi Oyatulloh rejimi to'liq harbiylar nazoratiga o'tishi kabilar ham bor. Shu narsa aniqki, agar Tramp hujumni boshlashga buyruq beradigan bo'lsa, bu Yaqin Sharq mintaqasi uchun navbatdagi falokatli oqibatlarni keltirishi mumkin.